to'yning taassurotlari, to'y tugagandan keyin. To'y haqida taassurotlaringiz. To'ylarga вообще realniy bo'lib вообще tasavvur qila olmadigandek biza bu daraja bo'lishini. Вообще yonma lekin ishoninglar xatarchi bugun yonda. Zo'r nasib. Zo'r bo'ldi, gapira qo'shilaman, to'y bomba bo'ldi, bomba qilib o'tkardik. Bunaqa to'ylarni ko'psini o'tkarganmiz, lekin bunaqasi bo'lmagan. Sanjar aka. To'y haqida To'y taassurotlaringiz. juda ham zo'r bo'ldi. Kelasi yil nasib bo'lsa 5 to'ylarga xudo qilaylik. To'y haqida taassurotingiz. Zo'r hammasi. Zo'r o'tdi. Aniqlab kelinglar, aniqlab. Peki. To'y haqida taassurotingiz. Taassurotlar udar. Juda ham zo'r bo'ldi. Men boshqa hech narsa deyolmayman. To'g'ri udar. So'rasiz mendan, so'rasiz. To'y zo'r o'tdi bugun. Inshaalloh yana shunday to'ylar ko'paysin deymiz, tamom. To'y bo'lsa bo'ldi bizga. To'y haqida taassuroting. Nima? To'y haqida taassuroting. Zo'r to'y bo'ladi, lekin bomba bo'ladi. Bomba bo'ldi. Portlab ketdimi? Ha, lekin Qanaqa portladi? ayniqsa sizdagi portlash o'zi ham do'ra bilan.